Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Dahbed Mafaya 34-xonadonimiz. Maqbara tomon bilan ham kelsanglar bo'ladi, Chinigaron bilan ham kirib kelsanglar bo'ladi. 8 o'ti 5 xonadan iborat. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana keyingina darvozaxonasi 5 ta xona o'sha suvoqlari bo'lgan, o'sha shpaklyovkasini qilib turib, aboyga tayyor. Mana operator ko'rsating. To'rala tomoni ham o'sha uralgan, meva kirgan daraxtlari bor. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Eng zo'ri. Qaranglar. Hamma uyda daji podvallari mavjud. Ko'rsating operator. Mana podvali bitta, ikkita, uchta. 11 metrli naryoqda kuxnyasi bor. Kelavering operator. Mana uylarining ichini shunday ko'rsating, holatini. Raso jo'r. Raso ham zo'r. Yashayman deganlar uchun maxsus. Pulini ham qo'ldan kelguncha chiroyli qilib qo'ydik amaki bilan. Mana zinalari bilan. Naryoqda kuxnya. Mana bu tomonda o'zi 11 metrli so'risini ham qo'yibdi, pol so'ri deydi mana. Akalar, manzili ham yaxshi, Chinigaron. Dahbed Mafaya 34. Maqbara tomon bilan ham kelsanglar bir qadam 777 magazin bor ekan. O'shandan o'tganda chapga burilasiz o'sha joyda. Bag'i Chinigaronda. Mana operator ko'rsang, orqada bu tomonda hojatxonasi, bu tomonda chorvaga bemalol mana betonni qo'yib qo'yishibdi. Og'alxona qilasizmi? Mana behi, urik, tomlarini ham mana shiprigacha qilib qo'ygan. Bemalol nima qilaverasizlar? Xudo xolasa bu joyimizni narxiga kelsak, endi kimga ma'qul kelsa-da, $53,000 yana oz-moz tushib berishadi bizni kanaldan kelsanglar. Xudo xolasa obuna bo'lish esdan chiqmasa, samiglavni rosa ham kuniga kerak bo'lsa 3 ta joy qo'yapmiz. O'sha joy qidirib, hovli qidirib yurganingiz shunday tashab qo'yinglar. Bu joyimizni, bu hovlimizda dokumentdan muammosi yo'q. Vobshem zo'r. Unaqa mipi bormi, boshqasi bormi deb o'ylamanglar, hammasini atida chiroyli qilib qo'yishibdi. Kanalga obuna bo'linglar, samiglavni. Obuna bo'lmasangiz o'tkazib yuborasiz shunaqa zo'r joylarni.